господа. O'zbekiston madhiyasi yangraydi Прошу do'stlar. вас всех встать. Звучит национальный гимн Республики Узбекистан. Davlatimiz madhiyasi. Звучит национальный гимн Республики Узбекистан. Pauz yuzaga kelyapti va bu davom etyapti. Qandaydir nosozlik yuzaga keldi. Bu kamchilik bartaraf etilishi zarur. Kamdan kam uchraydigan holat. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Qozog'istonlik muxlislar esa bosimni oshiryapti. Shohjahon Ergashev albatta qarshi keladi. Включите, пожалуйста, гимн Республики Узбекистан. А то народ заждался. Mana o'sha madhiyamiz. Bizning madhiyamiz. Butun arena kuylaydi.
Ajoyib do'stlar. Harorat maksimum ko'tarildi. Arenada atmosfera umuman boshqacha. Sportchilar ham ringda. Albatta butun arena yurtdoshlarimiz Лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 500 граммов. Его профессиональный рекорд 12 боев, 9 побед, 4 из них одержан нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Он чемпион лиги хардкор боксинг, чемпион лиги хайт реалити из Узбекистана, Узбек Углона, верный сын узбекского народа из Ташкента. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling, Timur Nikulin. Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BFV Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Эркебулан ko'rdingiz, bitta jangi bor. Erkebo'lanning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Kuzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin, optik illyuziya. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Profbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebo'lan jab bilan boshladi chap qo'lda. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jab Nikulindan. Erkebo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebo'lanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkebo'lan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski